Turmush o'rtog'im hissiyotlarimga qarshi emas. Muqaddas Sa'dullayeva Rayhon sevimli xonandasi ekanligi va qizini aktrisa qilish orzusi haqida. Turmushga chiqqach, kinodan uzoqlashgan aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva oilaviy hayoti, qizining aktrisa bo'lishini xohlashi, xonanda Rayhonni yoqtirishi hamda Shahzoda Muhammedova bilan munosabatlari haqida gapirdi. Hamma onalar kabi bolalarimga mehribon onaman, lekin to'polon qilishiga chidab keyin portlab ketaman. Iloji boricha tergamatlikka harakat qilaman. Dadasi ham qattiqqo'llik qilmaydi-yu, lekin bir qarashlarining o'zida tinchib qolishadi. Oilamda meni juda erkalab, asalim, shirinim deb katta qilishgan. Turmush o'rtog'imning oilasida mehr, sevgi boshqacha bo'lgan. Baribir hamma oila turlicha-ku. Yangi turmushga chiqqanimda kam erkalardilar. Shu narsa g'ashimga tegardi. Lekin menga ko'proq mehr muhabbat kerakligini tushunib, kechroq bo'lsa ham hozir ana shunday erkalashga o'tgan, deydi Muqaddas. Qizim aktrisa bo'lishini xohlayman. Qizim Sadiya Instagramda videolar olib, o'zini o'zi xursand qilib yuradi. Iqtidori bor. O'zi yoqtirgan narsalarga qarshilik qilmaymiz. Hali kichkina-ku deymiz. Kinolarga taklif qilishsa, hozir ruxsat berishimiz mumkin. Lekin katta bo'lganida dadasi rozilik bermasa kerak. Men esa aktrisa bo'lishini istardim. Men ko'rmaganlarimni u ko'rsin. Lekin qizimning o'zi ham dizayner bo'lishini xohlayapti, deydi aktrisa. Shahzoda Muhammedova bilan hech qachon urushmaganmiz. Shahzoda bilan tanishishim qiziq bo'lgan. Ota-onam meni shifokor bo'lishimni istashgan. Qondan qo'rqqanim uchun psixologiya yo'nalishida tahsil olganman. Onamni bir filmga bu roliga taklif qilishgan. Nabirasi rolini Shahzoda o'ynayotgan ekan. O'sha paytda uning Tundan tonggacha filmidan keyin tanilgan vaqtlar edi. Rosa qiziqqanman. U bilan tanishishim kelgan. Onamdan meni ham syomkaga olib borib, Shahzoda bilan tanishtirib qo'yishlarini so'raganman. Borganman. Oyim, Shahzoda, bu mening qizim Muqaddas. Ikkalangiz dugona bo'linglar degan. Shu bilan hozirgacha qalin dugonamiz. Shahzoda bilan hech qachon qattiq urushmaganmiz. Faqat ikkimiz ham oilamiz bilan bo'lib ko'rish olmay, Instagramga birga rasmga tushib, joylolmay qolishimiz mumkin, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Muqaddas Sa'dullayeva Instagram sahifasiga joylagan videosida eng yoqtirgan xonandasi Rayhon ekanligini yashirmagan. Turmush o'rtog'im ichimdagi hissiyotlarga qarshilik qilmaydi. Bular mening ichki xohishim, hissiyotim ekanini hurmat qilib, nega ommaga aytyapsiz demaydi. Yoshligimdan Rayhonni ham, Shahzodani ham yoqtiraman. Qo'shiqlarini ham yoddan bilaman. Turmush o'rtog'imda ham ularga nisbatan yomonlik yo'q. Hamma o'z hayotida, oilasi bilan tinch, baxtli, deydi Muqaddas Sa'dullayeva.